Mana hozir majlisimiz kelgan. Oldidan urilgan ekan. Mana shu chastlari 6 sm ichkari kirib ketgan. Mana bu kutlachiga mana tortib yoyibamiz hozir. Bu almashadi. Hozir mamasi ham ichiga kirib ketgan edi. Buni ham bu yoqqa tortib azin damkat qilib chiqardi. Mana tortish jarayonlari ketyapti. Mana udar bo'lganlar qayilib bukilib ketgan mana. Mana ularni ham o'zini to'g'rilab beradi, g'ijim bo'lib ketgan. Ulardan kirlovlar qiyshib, kapotlar bukilib ketgan, qochib ketgan zazorlari. O'z kapotni o'zini qilib beramiz, kirlar almashadi, banfir almashadi, fara qo'yiladi. Mana tortish jarayonidamiz. Holat. Orqasidan tortib qo'yganmiz balkasiga. Tegidan balkasiga tortib qo'yganmiz hozir. Holat. İşimiz davom etyapti. Mana sparkimizdan tortish jarayoni ketyapti. Mana tortganimizda mana skratkalarni yoyib mana tekis qilib qo'ydim mana shu. Tekis qilib tortdi. Mana shu amortizatorlar ham to'g'ri turibdi shu. Mana holat. Bu yoni ham mana tekis qilib o'zini yoyib berdi mana. Chiroyli bo'ldi. Mana skratkalar yoygandan qilib qoldi. Shvilleri bukib tashlab tortganimizda. Shvillerni past qaylib bukilib ketdi, egilib ketdi mana shvillerimiz. Qalin shviller, rossiyskiy shviller edi. Qalin shviller edi. Mana holatdan ishimiz davom etyapti mana. Tortganimizda mana ham o'zini joyiga o'tirdi mana endi teshiklarga tushdi mana. Teshiklardan qochib ketgan edi, teshiklarga tushdi endi. Endi hozir mamyolarni tortib yoyamiz, to'g'rilaymiz bu yo'larni ham. Mana shu tortib turgan holat maplarga azin urib mana sasa to'g'rilab olamiz. Skrat joy bo'lib qolgan joylarni. İşimiz davom etyapti. Mana teylarini tortib oldik yaxshilab. Endi bu yo'larni tortamiz. Mana ancha yoyib qo'ydik. Hozir mana ozgina skrat qolgan. Hozir zajimni bu yoqqa qo'yib turib, yoniga qo'yib turib tortsam, mana zajimni skrat ketadi. Mana bu yo'lar уже полный chiqdi hammasi. Mana bu yoq tarafini tortamiz. Kirlo turgan tarafini bundan siqib turib tortsak, bu ham yoyilib ochiladi hozir. Mana holat. Teylar ham chiroyli bo'lib chiqdi. İşimiz davom etyapti. Mana mashinamizni ham tortib podgonkalarni qilib oldik. Zazorlarni yig'ib chiroyli qilib mana. Mana holatlari. Chiroyli qilib yig'ib qo'ydik. Endi ertaga maqlarini ozgina to'g'rilab, mashlarga yo'q shpakulovka surib, mashlarni to'g'rilaymiz, mamyalarni to'g'rilaymiz. Mana burchalari bor. Imam ikkita valnasi bor, tortib chiqarib to'g'rilaymiz. Mana holat. Mana balon ham chiroyli ochildi mana. Bir xilda bo'lib ochilib, ikki taraf. Mana eshikning zazorlarini ham chiroyli bir xilda yig'ib qo'ydik. Holat. Mana hozir majlisimizning mana shu cho'nqirchalar bor, shunga ham kli sistemada tortamiz. Pacholarni chiqarib, mana joylar ozgina shpakal surib to'ldirib olamiz. Keyin bu yo'larga ham ozgina cho'nqirchalarga shpakal to'ldirsak, gruntovka sepib turib, keyin kraskaga tayyorlaymiz mashinamizni. Mana holatlari endi. Mana matizimizning hamma joyini zazorlarni chiroyli qilib keltirib oldik. Mana bu yon quloqlarni ham zich qilib chiroyli qilib berdik, manfurlarni chiroyli qilib. Mana zazorlar chiroyli bir tekis qilib qo'yganmiz. Mana oldini ham chiroyli qilib keltirib qo'ydik, mana bir xilda qilib. Mana bu yoq zazorlari. Bu yoq quloqlarni ham keltirib qo'yganmiz. Mana shu tigini endi hozir shpakulovka qilib tayyorlaymiz.
Mana buni tortib oldik cho'nqirchalarni. Mana bu endi shpaklab suramiz, ko'chirib tashab turib. Hamma joyi chiroyli keldi, ishning zazorlari ham. Endi mashinani yechintirib turib, shpakulovkalar gruntovkalaymiz. Mana shu burchini ham tozalaymiz, hozir kraskasini ko'chirib tashab turib, nomi joyishiga shpakulovka surib turib, gruntovkalaymiz. Keyin kraskaga tayyorlaymiz. Mana mashinani holati, tumankalarni ham qo'yib yig'ib berdik mana. Zazorlarni tekshirish uchun yig'dik mashinani, hozir hammasini chiroyli qilib. Endi boshqatdan yana yechintirib turib, tayyorlaymiz mashina kraskaga endi. Mana Matiz mashinamiz tayyor bo'ldi. Zazorlarni chiroyli qilib yig'ib berdik uje. Mana holati. Mana yon zazorlarni ham chiroyli qilib yig'ib bir tekisda qilib berdik. Holat. İşimiz bitti. Endi egalariga topshiramiz mashinani mana. Mashinamiz tayyor bo'ldi. Mana holat.